Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizlar Gagarin tumaniga kelganmiz. Qaysi mahalla aka? Bog'bon. Bog'bon mahallasiga kelganmiz. Mana buni olib qo'ydi. Mana bu ahvolni qarang. Mana bu ahvolni qarang. Bu yer mana bu tomon xonadon, bu tomon xonadon, bu tomon kanal. Do'stlar, mana bu ahvolni qarang. Bir tilishga go'ng, musur, xuddi mana shunaqa joydan pauza qilib tur. Musur bo'lib yotgan joydan akaga tadbirkorlik uchun necha sotik bu? Dokumentda necha sotik? 2 sotikgina yer bergan magazin tadbirkorlik qilishga. Olganiga hali 6 oy bo'lgan yo'q-a? Yo'q. 6 oy bo'lgan yo'q. O'sha bunga soliq chiqib, sudga chiqib, aksiyadan nima deydi? MIPga ham o'tib ketgan. Bitta narsaga hayron qoldim men do'stlar. Nimaga prezidentimiz bitta tadbirkorni rivojlantiramiz, kambag'allikni qisqartiramiz deb sharoit yaratib bergan vaqtida men bu yerda turganlar boltani olasizlar, tadbirkorning oyog'iga bolta urish bilan ovora bo'layotgan ekanda. Bu aka bu yerga qancha tuproq to'kkanman deyapti, tekisladim. Daraxtlar ekilgan, mana nihollar ekib qo'yibdi. Shuni evaziga aksiyadan 1,5 million soliq chiqib, u ham bu akani xabari yo'q, MIPga chiqib ketib, majburiy ijro qilib, musodaraga o'tib ketyapti. Hozir qilib turasan, davomida mahalla. Mana bu yoqda, bu ham mahalla. Keling endi, bu yoqqa keling. Mana bu yergacha bo'lgan maydon. Mana bu yergacha bo'lgan maydon, bu aka mana o'zi nihollar ekib cho't qo'ygani uchun soliq kelyapti, jarima. Bu yoqqa kengay. Bu yer oldin mana buni, mana sassiq suvda mana bunaqa joy bo'lgan mana. Zvoros bo'lgan bu mana. Mana bunaqa sassiq joy bo'lgan bu. Mana bu yerda mahalla yashaydi. Nega birov bir yerda obod qilsak, darrov nima deydi? Davlatga soliq to'la, atisi, o'qib, buqib, maqsad pul olish bo'lyapti. Nega hech kim buni obod qilib mana shunaqa joy, mana shunaqa sasib yotibdi-da, odam yashaydi bu yerda, mahalladoshlar. Mahalladoshlari bor. Lekin bo'lmabdi. Haqiqat yo'q dedi-ku. Shunday haqiqat qolmabdi lekin. Bu yerning mahalla raisi yo'qmi? Mahallasi yo'qmi? Qaraydigan odami yo'qmi? Bitta fuqaro mana shuncha tadbirkorlik qilsa, taqataq soliqni bosinglar, ana shunday ahvol. Buni ko'rib chiqasizlar degan umiddaman. Akaning murojaati be'tibor qolmaydi aka, xudo xolasa, inshaalloh. Charchamang, salomat bo'ling. Lekin kep to'g'risi boshi xafa bo'lib ketdim shariat anavda ko'rib. Bu yangi O'zbekistonga mos narsa emas, lekin salomat bo'ling.